Hozirgi terma jamoamiz Portugaliyani yutib qo'yishi hech gap emas. Xudo bersa, ol qulim desa, Xudo Alloh taoloning xazinasi kamayarmidi? Ol qulim, sen tarixda dunyoga ustozlik qilgan, meni yaxshi ko'rgan bandalarimsan. Ol dunyo seni ko'rsin qaytadan desa, baxt ochilib ketsa nima deysiz? Ha? Amin. Allohim o'zingga oson. Mabodo yutqizib qo'ysak ham xafa bo'lmaymiz. Nimaga? Hamma biladi o'zi. Hozir foizga hisoblasangiz 10% ham bermasa kerak bizga. %90 Portugaliya yutadi deyapti butun dunyo misol uchun. Lekin o'sha 10% ga g'alaba berish Allohning haqqi. Hazrat Umar zo'r gaplari bor. Ana shu gapni esdan chiqarmaslik kerak. Hazrat Umar bir jamoa bilan ro'baro kelganlar. Qarshi taraf ko'pchilik. Musulmonlar ozchilik. Shunda musulmonlar aytganki, Umar deyishgan, biz oz ekanmiz, ular ko'p deyishgan. Hazrat Umar aytganlarki, jangda askarlarni ko'p kami hal qilmaydi. Birinchi o'rinda emas u. Jangda agar dushman tomon ko'p bo'lsa, biz kam bo'lsak va Allohga bog'lanishimiz yo'q bo'lsa, mag'lub bo'lamiz, chunki kammiz. Lekin dushman tomon ko'p bo'lsa, Allohga bog'lanishimiz, Allohdan iltijo qilishimiz bizda ko'p bo'lsa, Alloh biz bilan bo'ladi. Alloh qaysi jamoa bilan bo'lsa, o'sha jamoa yutadi deganlar.